Assalom bolalar, bugun men yana Minecraftdan video olmoqchiman va men sizlarga o'z yangi skinimni ko'rsatmoqchiman. Vot, mana yangi skinim. Va bu yerda noob, o'zimning skinim, yana bitta skin va Grox bor. Hop. Va men hozir Wi-Fi o'chirib qo'yib bo'lsam reklamalar chiqib beradi. Hop, mayli, o'yinga kirishni boshlaymiz. Xo'sh, lava parkur tanlaymiz. Ketdik. Mayli, ketdik. Lavali parkur. Hop, lavali parkur nimaga men aynan lavali parkurni tanladim aytdim, chunki parkurlar menga yoqadi. Ha, to'g'ri. Parkur bu juda oson deyishingiz mumkin, lekin parkurni eng qiyinlari mana shu yerda. Sizlar parkurni oson deb deya olasizlar, lekin parkurni bir o'ynab ko'ringlar. Hop, mayli. Hozir kirib olsin. Xo'sh, kirishiga oz qoldi va lava park. Mening qornim ochmayotgan, ajoyib. Men o'zimga mo'ljalcha ham qo'yganman hozir bu videoda. Xullas ketdik. Yana buni men atay qilmadim. Hop, mana. Nima? Balkim boshqa, menga boshqasi ham bor ekan. Xo'p, bu menimcha hayotimdagi eng qiyin video bo'ladi-yu. Ajoyib. Men parkurlarni hech qachon o'ta olmayman. Axir men parkurlarni yomon ko'raman. Men qanday o'taman bu yerdan? Kuyib bo'lib ketaman-ku. Ana. Yaxshi. Ana. Men bu yerga joycha qilib qo'ydim, omansizlik meni aybim emas. Yana. Ana. Nimaga? Kelinglar, qo'yaqdan o'tib ko'rishga harakat qilamiz. Hop, sakraymiz. Xullas, hech kim bu modda o'ynamasin. Bu mod juda ham qiyin ekan. Nastroykalarni o'zgartirib olsammikin? La'nat uryapti-da menga. Yaxshi. Yomon. Shu joydan o'tish juda qiyindi. Yaxshi. Maymun. Hamma salom bolalar, mayli. Yana bir marta salom deyveramiz. Xullas, men parkurdan chiqib ketdim. Parkurda kelinglar, keyingi safar qilamiz. Parkur men uchun emas. Ana shuning uchun men parkurni emas, boshqa mir ochdim. Ana shu mirni ko'rsanglar, og'zinglar ochilib qoladi-da, qanaqaligini ko'rsanglar. Lekin sizlar bir ko'rib olinglar, keyin og'zinglar ochilishini ko'raman men ham. Hozir kirib olsin. Ko'rdingiz, beta bersinga ya. Нашли ошибку. Ошибкani topdim. Расскажите мне bugs.modjane.com. Men ular kompaniyasini qayerdan topaman? Hop, mayli. Hop, kir. To'rt qator. Yaxshi, выжить. Men otganim yo'q-ku. Hop, mayli. Vau, juda ham zo'r merda paydo bo'ldi-ku, ha? Hop, daraxt chopishni boshlaymiz. Nimaga qo'lim qimildamaydi? Bug. Hop, mayli. To'pponchamiz bor ekan, yaxshi. Mazza qilamiz, tirillatamiz. Hop. Daraxt chopishda davom etamiz. Kechqurun tushgungacha kravat yasashga ulgurish kerak-da. Keyingi safar video 100% hardcore bo'ladi. Lekin hardcore o'ynay olmaymanmi, o'zim ham bilmayman. Ashaqacha qo'lim yetyapti, endi yetmayapti. Nega qo'lim qimillamayapti endi qiziq. Shunaqa buglar ham bo'lib turadi lekin. Hop,
Daraxtni chopish kerak, oxirigacha chopish kerak. Oxirigacha ham emas u, endi mayli chopish kerak-da ular. Bu oxirgisi. Hop, mana shu yerdan temir chiqib qolsa, men o'zimni suvni boshqa qo'yaman. Orangizdan kimdir o'zi... Yo, ikkita patron kerak. Men bilan qaytib olaman. Hammasiga yashaymiz daraxt. Quruq sokisda. Har ehtimolga qarshi 24 ta yasab olamiz. Mana shu yerdan temir chiqdi. Kimsan, Men bu serverda bitta o'zimman. Kimsan? Ayt. Ismingni ayt. Mening ismim Qishloqi. Kim otyapsan? Kim otyapsan, Zomi suvlanini. Hop, mayli. Bunga e'tibor bermaymiz bolalar. Meni qo'lim urilmaydi. Kimga meni skinim yoqqan bo'lsa aytinglar bolalar. Meni skinim kimga yoqdi? Zo'r skinmikan? Va mana sizlarga emotsiyachi. Tosh chopishni boshlaymiz. Naziya yasasam bo'larkan, lekin men naziya yasamayman. Chunki o'tgan safar naziya yasaganim esinglardan yasab turib qana ishlatishni esimdan chiqarib qo'ydim. Hop, daraxt chopish kerak. Daraxt deyman, tosh chopish kerak. Toshni ko'pa bo'lmaydi. Albatta ko'pa bo'ladi-ku, lekin men uchun ko'pa bo'lmaydi. Axir bu tosh. G'ajiman men toshlar. Orqamdan hozir bitta biratan kelib turib tepib ketmasa bo'ldi-da. Uni avtomati bor, menda pistolet bor. U albatta 100% mendan kuchliroq bo'ladi. Pistoletni ham har ehtimolga qarshi olib qo'yish kerak. Hamma narsalarga ishlatavermasdan. Nima bo'lyapti? Men bug topdim. Minecraft qatyapti. Bola, hozir men o'yin otib yuboradi shekilli. Yo'q, bo'ldi. Hop, bunday bo'lsa, xo'p, so'zini juda ko'p ishlatyapman. Mayli. Ana kattagina kubik 20 ta bo'ldi. Bolta va kirka yasaymiz. Sizlar talpachisizlar ekan-ku. Bizlar suv Ketdim nima? Bizlar suv zo'mizni o'ldiryapmiz. Mana senlarga. Xo'p. Ular nima qilishayotganini o'zlari bilishmaydi-ku. Hop, bunday bo'lsa. Aytgancha pechka sashesimizdan chiqibdi-ku bola. Hop, bali. Har doim kerak bitta yasalaymiz. Kim bu? Mayli. Vestakda olish kerak, ehtimolga qarshi. Ketdik. La. Hop, mis. Mis. Lekin bizga mis kerak emas. Mis kerak emas. Qish mo'ljalda o'ynashni bilmayman men. Shaptoli daraxti. Minecraftda shaptoli daraxti bormidi? Qaysi versiyalarda qo'shilganmi? Kimdir desalar ham. Nesa biomimi bu? Nesa biomi bo'lsa yaxshi bo'lasdi. Chunki Nesa biomida juda kim bilmasa bilib olsin. Nesa biomining tagida juda ham ko'p anaqa bo'ladi. Nima deysiz? Juda ham ko'p menimcha bu obuna bo'lmaganlar uchun. Bu nimaligini tushunmaganlar bo'lsa YouTubedan istab topib ko'rib olasizlar. Shu allaqachon 1-daraja bo'ldik, lekin bizga daraja nima kerak? Yana bitta. Nesa biomining tagida juda ham ko'p oltin bo'ladi deyotgandim men. Lekin bu rostdan Nesa biomi. Voy, bu krasotani qaranglar. Faqat men hozir ta'min qilib o'zimni dreamman deb o'ylab bu yoqqa tashlasam o'lishim 100%-ku. Shuning uchun men dream emasman. Lekin meni Grox skini bor. Sen
Zombi. Nima kerak? Menga borib ana mevachalardan olib kel. Nimaga ekan? Bo'lsam otib tashlayman. Bora qol, bet meni g'or. Xo'p, mayli. Sen. Men senga gapiryapman. Hozir otsang seni, men ham seni otaman. Kelmayaqqa birga urushasan? Yo'q. Mayli. Qo'qqa ekanda. Hozir men bu narsani qilganimdan afsuslanaman. O'zimni dirimman deb o'ylab, xona suvga tashlasam, jinni bo'lib qolgan bo'laman-da. Kelinglar, shunchaki bu g'orlardan ketib yuboramiz. Yo'q. Bizga ovqat kerak. Ovqatni qayerdan olamiz? Qo'ydan olamiz yoki moldan olamiz. Xo'p, bizga yana ham 3 ta qo'y kerak. Nimaga deysizlarmi? Chunki biz ulardan tuya! Seni baqolsa bo'ladimi? Yo'q. Xo'p, xullas bolalar, oradan anchagina yarim soatchami, 20 minutchami vaqt o'tib ketdi. Ana shuning uchun men to'xtang, menda bir stak ip nima qilyapti? Xullas, oradan yarim soatchami vaqt o'tib ketdi. Keyin men bunga egar yasadim. Menda manaqa ipam bor uning uchun. Va men torozlarni chopishni boshladim. Bu ishni qilayotganimdan afsuslanmayman, chunki bu cheksiz ovqat. Bizga esa cheksiz ovqat juda ham kerak. Menimcha to'rg'iz bilan chopish kerak bularni. Ha, to'rg'iz bilan chopib qo'ymi? Ha, yo'q. Ko'zimga ko'rinyapti. Bu sarob men juda ham chanqadim. Tuya, orqamdan kelyapsan, tuya, Tuya qani? Jam do'stlar, maxluqlar bizni kuzatishyapti. Jinni bo'lishma. Tuyam bu yerdan ketishimiz kerak. Yur, ketdi. Kelyapsan? Yo'q, to'xta. Ipni berdi. Hozir endi pistoletimizni olib turaylik maytga. Yot, mazza qilib yot. Mazza qilyapsan? Yur, ketdi yot. Tuyam. Bu yerlardan surish kerak. Nima qilganing? Wow. Otam, meni kechir, sen shu yerda yashab tura olasanmi? Men pastga tushib kelay. Meni kechir, otam, men qaytib chiqaman. Menga tezda fakkel kerak. Voy o'la. Verstakni ham zo'r joyga qo'yibman, uyiga ham ishlatdim. Xo'p, endi shu yerda kutamizmi tuyamizni? Bechora tuyam men ko'chada qolib ketdi. Men ahmoqman. Xo'p, bolalar, kim bu videoda ikkinchi qismi chiqishini xohlaydi? Ikkinchi qismi chiqishini xohlaydiganlar bo'lsa, kommentga yozinglar. Va bu ikkinchi qismi ancha qiziqarliroq bo'ladi bu birinchi qismidan va kulgiliroq ham bo'lishi kerak. Ana shuning uchun sizlar menga obuna bo'lishinglarni maslahat beraman va men sizlarga ikkinchi qismini ko'rsataman bu videoda. Bu aytgancha men anchadan beri bitta narsa qilishni xohlayotgandim. Hamma youtuberlar buni qilsa kerak, lekin men buni nimaga qilyapman o'zim ham bilmayman. Obuna bo'linglar.